Assalomu alaykum do'stlar. Siz bugun Karimov Kamron kanalida va bugun men Minecraftda mana bu joyda, ya'ni yangi chiqqan biyomda omon qolishni boshlayman va bu yerda yo'roqqa borib portda. Birdaniga ko'rib turganingizdek bu yerda meni dushmanlar kutib oladi va men bularga qarshi narsalar yasadim. Bularni olaman degunimcha 10 yillarim ketdi. Endi yana kim? Ko'ryapsizmi? Mana menga chiqqanimdan hujum qilishni boshlashadi. Shuning uchun atrofimni devorlar bilan o'rab oldim. Endi men xavfsizlikdaman degani va bu yerga sandiqqa narsalarimni ortiqchasini doim yig'ib qo'yaman. Bu yerga yorug'lik bo'lishi uchun olov va tepaga chiqish uchun joy ham qurdim. Qanday moblar hujum qilayotganini bilaman. Va endi men shunday qilib mana shu yerda xavfsiz qilib oldim. Menga hozircha hech kim hujum qilmaydi va endi bizga kerakli bo'layotgan ish oziq-ovqat muammosi. Ya'ni mana bunday mollar kamdan kam holda kelyapti. Ular ham boshqa biyomlardan o'tib qolyapti. Ya'ni mana bu biyomdan. Mana ko'ryapsizmi? Ular boshqa biyomdan o'tyapti. Hatto dushmanlarim shunday qilib o'tyapti mana. Ko'ryapsizmi? Zombilar. Bu yer haqiqiy kechasi apokalipsis bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Boshqalarni ham shu yerdan kelayotgan odatlari bor va menga tezroq temir kerak. Chunki menda temir umuman qolmagan. O'sha bolta sinib ham ketdi, men yasagan boltam. Ana yana ovqat. Va biz bazaga tez-tez qaytishimiz kerak, sabab ba'zani kriperlar bombardimon qilib bo'ldi hamma yoqni va yo'qotib qo'ysak keyin qiyin o'zimizga. Yaxshi ovqat tayyor, faqat bizga endi bundan ko'proq kerak. Aniqroq qo'y kerak bizga ko'proq. Ba'zani atrofida dushman yo'qmi yoki bormi, shunga ham ishonch hosil qilishimiz kerak. Ba'zani atrofida dushman yo'q va endi men buni ichiga kirib ovqatlarni pechkaga solishim kerak va yangi narsa, menga temir kerakligini aytgan bo'lsam, shaxtaga ham tushishim kerak. Nimalar bor shaxtaga tushishga. Ko'rib turganingizdek, menda birorta ham normalniy lopatka yo'q. Bari sinib ketgan, u ham zombilardan tushgan zo'rg'a. Xo'p, hali ham men toshda yurib, aniqroq yog'och davr bilan tosh davrida yuribman. Mana bular tezroq sindirish kerakda, keyin yer ostiga tushishim kerak. Bu yerda shaxta qilib yuborish uchun men anchagina mehnat qilganman. Qo'lda yana barini. Oho, bu yerda yashayman deb qancha vaqtim ketdi. Toshga biz yetib kelibmiz. Bu degani endi bizga yoritish uchun bizga nima kerak? Har doimgidek o'sha legendarniy. Nega menda doim shunaqa xato? Mayli, to'g'rilaymiz. Mana. Voy, noto'g'ri qo'yib yubordim. Uzr, agar sizlarga qorong'i ko'rinayotgan bo'lsa, baribir ham endi konni yorita olmayman. Shuning uchun yaxshisi hozir tepaga chiqib birorta ko'mir topib kelishga harakat qilishim kerak va men bu yerda anchadan beri yashayapman. Hop, bugun nechinchi kun ekan? Menimcha bir 7-kunlar bo'lib qoldi-yu. Ha, menimcha 7-kunlar atrofida yuribman. Sabab ancha vaqtdan beri o'ynayapman. Kriperlar meni bombardimon qilib bo'ldi. Ichkarini ham hatto bombardimon qilishdi. Boyagi maxluq bor-ku, yangi chiqqan Cracker degan. Shuni o'ldiraman degunimcha ancha vaqtim ketdi, yaramas. Men boltamni ham sindirdi shu yaramas. Asos ko'mir yo'q. Menga ko'mir juda ham kerak. Ko'mir uchun esa bu yoqqa kelish kerak. Xo'sh, nimalar bor bu yerda? Hech nima, har doimgidek. Menga ko'mir kerak. Ular esa ko'mir berishmaydi. Boshqa narsa yo'qmi deyman, mayli. Biroz ovqatlanib olish kerak, so'ng ko'mir izlashga chiqamiz. Ayniqsa bazamni ham yo'qotib qo'ymasligim kerak. Kommentda yozinglar. Qanday yana nimalar bor yangi versiyalarda qo'shilgan. Chunki men ko'p bo'lmayapti o'ynayotganimga.
Minecraft'ni yangi versiyasini tortishga vaqtim ham bo'lgani yo'q uncha. Bu esa yaxshi o'simlik. Aniqrog'i yomon. Ustiga chiqsangiz sekin astalik bilan qulashadi. Nima bu menga bo'y bermaydi. Ikkita ekan bunaqasidan. Xo'sh, endi men tepaga chiqishim kerak. Meni inventarimda mana bunday narsalar to'lib ketgan, shuning uchun bulardan qutulishim ham kerak birato'la ko'mir izlashda. Xo'p, menga endi shu yerdan qo'llasam ham bo'ladi. Bu yerdan birdaniga tosh chiqdi. G'alati. Va kondan agar ko'mir chiqmasa bilmadim nima qilaman. Va ko'mir topgunimcha endi video stopda turib turadi. Hali ko'p ham bo'lgan yo'q, lekin mana bu yaramas yog'och kerka sinib ham ketdi. Suv ostida esa mana bu kalmarlar suzib yuribdi. Yonma-yo. Lazorit hali bunday balandlikda bo'lmas edi-ku. Nima? Meni ustimdan kulishyapti, shunchaki kulishyapti. Mayli, ko'mir ham topdik, endi kengayish verstak yasash. Verstak. Yaramas. Verstak mana. Buni bu yerga qo'yamiz. Bizga qurollar uchun birinchi navbatda cho'p kerak. Cho'pni yasash esa hozircha unchalik bo'lmasa kerak yoki muammomi? Yo'q, muammo emas. Endi bizga ko'mir uchun mana bu yaramas kerak. Tayyor. Qani olg'a. Bu bizni atiga birinchi ko'mirimiz. Bundan boshqa hali ko'mir topganim yo'q. Temir ham topganim yo'q hali beri. Va boyagi o'rmonda qiziq ko'rgan narsam, boyagi men sizlarga aytgan kreker degan maxluq tunda kelyapti. Kunda ham o'zi aslida kelishi kerak ekan, lekin faqat negadir tunda kelyapti. Yaxshi, suv ostidagi ko'mirni olib o'tirmayman, chunki uni sindiraman degunimcha million yillar o'tib ketadi. Va sizlarga bitta kanalni tekinga reklama qilyapman. Va yana keyingi shartni ham hozir aytib o'taman. Eshiting. Xullas, Ro'zimboyev Otabek ismli bir Minecrafterning kanali bor. O'sha kanalga obuna bo'linglar. Sizlarga keyinroq silkasini pastda qoldiraman. Va keyingi aytmoqchi bo'lgan narsam, uni kanalda yana 2000 ta obunachi. Endi uni 3000 ta qilish uchun sizlarning atiga bitta obuna tugmachali yordamingiz kerak bo'ladi. Va yana bitta narsa, yana kimdir kanalini reklama qilib berishimni istasa, shunchaki kommentda eng ko'p so'z yozganlarni men kanalni tekinga reklama qilib beraman. Faqat to'g'ri so'z bo'lsin. Masalan, harflar emas, masalan, biror bir so'zlarda. Xullas, kim ko'p so'z yozsa, o'sha yutadi va uning kanalini tekinga reklama qilib beraman. Xo'sh, yaxshi, endi videoga qaytsak, men tezroq tunchishyapti. Yo. Tezroq bazaga. Daraxtlar menga xalal beryapti. Kreker agar kelmasa yaxshi bo'lardi butun. Chunki men krekerlar bilan zombilarni yomon ko'raman. Bir daqiqa, nimaga o'zi uning ismi kreker ekan yo pechenyemi? Ana ko'ryapsizmi? Tundan meni poylashga o'tishadi. Shuning uchun eshikni yopib, tinchgina bazada o'tirgan yaxshi. Ko'mir olib keldim. Xo'sh, shu yerni to'g'rilamasam bo'lmaydi-yo. Tepaga chiqib tekshirish kerak. Kreker kelyaptimi? Creeper kelsa, lekin eng dahshatlisi o'shandan boshqasi yo'q. Ba'zan atrofi o'ralgan va endi men keyingi qavatlarga ham o'tishim kerak. Qachon meni yordamga olib ketishadi? Men olovni menimcha noto'g'ri joyga qo'ydim. Iloji boricha teparoq qo'yaman. Shundan keyin balkim olovda yordamga chaqirsam vertolyot kelib olib ketar. Siz ham buni ko'rdingizmi? Menga ayni shu sen kerak eding. Yonma-yo skelet.
Qo'llolmayapman, o'zi sen bu yoqdan turasan. Tegdi. Mana senga. Ipi tushdi, lekin menga ipi qanday qilib olaman hozir men buni. Oho, bu yerda skeletlar bilan zombilar armiyasi yig'ilibdi-ku. Keyingisi ham yetib keldi. Sen nima men bilan kamonda urishmoqchimisan? Xudoyim, bu yerda qancha skelet bor? Yaxshi, biriktalari qaytyapti jangda. Mayli, lekin do'stlar, bizga iloji mana sen iflos sho'tda yuruvdingmi? Shuncha paytdan beri ko'ryapsizmi do'stlar? Mana unga qancha o'q otasizlarmi, boshqa qilasizlarmi, nima qilsanglar ham o'tmaydi va uni joni ana daraxtdan ekan. Ko'ryapsizlarmi? Ana bu yerda. O'sha daraxt ichida ular endi bir-birlarini otib o'ldiryapti. Zo'r bo'ldi. Lekin qaranglar, bunga qancha otsanglar ham foydasi yo'q. Hozir mana ko'ringlar. Ko'ryapsizlarmi? Foydasi yo'q. U jonini ana bu yerdan olyapti. O'sha daraxtning ichida joni bor. Agar o'shani jonini, daraxtdagi jonini chopib tashlasanglar, undan keyin u o'ladi. Ungacha yo'q, o'lmaydi. Siz zombilarga bu yerda nima bor senlarga? Bayram bo'lyaptimi nima? Yo'qolib turlaring. Men boshqa odam haqida gaplashyapman. Ana. Va sizlarga zo'r narsani ko'rsatay. Bu hozir bir blokda turibdi, eslab qolinglar. Ko'rdinglarmi? Orqaga qarasanglar qimirlaydi bu yaramas iflos. Shunday iflos va krisaki. Shunday bu. Yaxshi, bu bazamga kira olmaydi degan umiddaman. Va yana bitta narsani aytay. Xavfli tomonlari bu yaramas. Agar ko'ryapsizmi mana? Qani u? Qayoqqa ketdi? Qaysi o'rga g'oyib bo'ldi? Mana. Ko'ryapsizmi? Ko'ryapsizmi buni? Bu o'sha yerdan jon olyapti mana. Ham yana yomon tarafi, ay skelet otavermay tur. Men video olyapman, yo'qolib tur yo'roqqa. Sen gapga tushunmaysanmi deyman-da. Tushunmas ekansan. Ustimdan kulish uchun qochib ketdingmi, Cracker sen ham? Xo'p, yaxshi, Crackerni ko'rdinglar mana, basharasini yaxshilab ko'rdinglarmi? Endi qaranglar, bu shu yerdan jonini sindirsanglar bo'ladi, so'ng o'ladi va xavfli tomoni uni bo'yi xuddi Endermannikidek 3 blok. Shuning uchun 3 blokka o'tolmaydigan qilib quringlar. Men tom qurib qo'yganim sababi u 3 blok va 2 blokka bo'yi yetadi, chiqib kelishi xavfi ham bor ekan. Ko'rib turganinglardek, buni bo'yi bemalol bu yoqqa yetib turibdi mana. Ko'ryapsizlarmi? Endi zombi bilan mana bu skeletlar urushadi. Sen skelet yomon asabga o'ynar ekansan-ku. Va boyagi aytganday, Ro'zimboyev Otabekning kanaliga obuna bo'linglar. U zombi apokalipsis haqida modlar bilan video oladi. Men esa yaqinda keyinchalik modlarni qo'shaman. Ko'ryapsizmi mana? Mana bular ham shu paytda qilib qoladi ayni. Yo'qolib tur yoqqa. Video olyapganda xalal berasan. Sen yaramas bo'lsa tezroq uyingga yo'qolib bo'lmasam jonini yana chop tashlayman. Bittasi kamlik qildimi deyman-da bularga. Mayli do'stlar, video shu joyda yakunlanadi va xohlasangiz hozir Crackerni oldiga chiqib ko'ramiz. Zombi, sen nima kerakliging shu payt? Yo'q, chiqolmas ekanmiz. Mayli do'stlar, sog' bo'ling, omon bo'ling. Ro'zimboyev Otabekning kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, sog' salomat bo'ling.